Tak, ana bo'ldi. Men shaharga ham kelib oldim, lekin boshqa akkauntdaman. Agar sizlar tanimagan bo'lsanglar, bu men cheaterman. Tak, bugun men adminga ko'rsatib qo'yaman. U meni akkauntimga umrbod ban bergandi-yu. Men hozir yangi akkaunt ochib olib shaharga keldim. Qaranglar, menda qanaqa knopka bor. Agar admin bu knopkani bossa, u meni akkauntim bandan chiqarib o'z bangiga kiradi. To'xta, sen kimsan? Men cheaterman. Men bugun adminni ban qilaman. Meni yomon kuldirib yubording-ku. Kimsan? Men pizza olib keldim. Pizzami? Bo'ldi, o'tib ketur. Rahmat. Bo'ldi, men ketdim admin ofisiga. Tak, men 21-qavatga chiqishim kerak. Ana bo'ldi, mana men 21-qavatga chiqdim. Tak, hozir men adminning eshigini tegmash knopkani qo'yaman-da. O'zim esa ketaman, eshikni taqillatib. Bo'ldi, ketamiz. Tak, tushunmadim, eshik taqillatdimi? Ana bo'ldi, hozir ketyapman. Tak, qanichi? Bu yoqda hech kim yo'q-ku. Bu nima bu? Bu yoqda qanaqadir knopka bor ekan. Kim qoldirib ketdi buni endi? Balki bu qanaqadir podarkadir. Bosib ko'raymi? Tak, kelinglar, bu qanaqadir podarkadir. Shu knopkani bosib ko'ramiz. Qanichi? Ura! Admin bu knopkani bosdi. Bo'ldi, endi men akkauntim bandan chiqdi. U o'zi esa banga kirib ketdi. Hozir men o'zim akkauntimdan kirib olaman. Ura, u bandan chiqdi. Tak, kelinglar. Ana bo'ldi, men o'zim akkauntimdan kirib oldim. Ana bo'ldi, men knopkani olamiz-da. Qanichi bo'ldi. Endi men adminman. Endi men bu yerda xohlagan ishimni qila olaman. Kelinglar, bitta adminning kiyimini ham kiyib olamiz. Endi men adminman, to'g'rimi? Qanichi? Tak. Admin kiyimi juda ham chiroyli ekan, qaranglar. Ana bo'ldi. Endi esa hozir ozgina ish qilamiz. Bu yerda juda ham ko'p knopkalar bor ekan, qaranglar. Men endi xohlagan ishimni qila olaman. Men Minecraftda yo'q qo'raman. Dadam. Tak, kelinglar. Buni yuboramiz. Ana bo'ldi. Endi nima? To'xtanglar, nimaga meni uyim yo'q bo'lib qoldi? Hammaga salom do'stlar. Men ismim Kompoting. Men yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, sizlar ko'rdinglarmi? Nimaga meni uyim yo'q bo'lib qoldi? Men obunachimga narsa yozib o'tdim-da, imdod jo'natsam uyim yo'q bo'lib qoldi. To'xtanglar, qanaqadir bugmi bu endi? Ko'rdinglarmi, bitta uyim yo'q bo'lib qoldi-yu. Qanaqasiga bunaqa bo'lib qoldi? Tushunmadim. Mayli, nimadir. To'xtanglar, qaranglar, hamma uy yo'q bo'lib qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Hammani uyi yo'q bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Qo'shni, salom, sani uying qani? Sani ham uying yo'q bo'lib qoldimi? Salom, Kompot, men birinchi qo'ydim, uyim yo'q bo'lib qoldi. Nima endi birinchi qilish mumkin emasmi? Bilmasam, meni ham uyim yo'q bo'lib qoldi. Menimcha birinchi qilish mumkin emas, Kompot, o'shanga yo'q bo'lib qoldi. Yo'q, bunaqa emas. Menimcha Minecraftda qanaqadir bug bo'ldi-da, o'shanga yo'q bo'lib qoldi. Men prosta obunachimga xabar yozib o'tdim-da, yo'q bo'lib qoldi. Nima xabar ham yozish mumkin emasmi? Yo'q, qattan bunaqa bo'ladi. Qara, bu qanaqadir bug bo'lib qoldi, 100%. Hamma yo'q bo'lib qoldi. Menda birinchi bo'lib yo'q bo'ldi. Nima? Qishloqi senga nima qildi? Qaranglar, men bu oq kiyimli qishloqni. Kompot, nimaga men bunaqa katta bo'lib qoldim? Bilmasam, meni ham uyim yo'q bo'lib qoldi, lekin senga nima qildi? Kompot, sen o'zingni boshingga bitta qarab ko'rgin. Nima qilibdi meni boshimga? Nimaga men o'zimga qaradim? Kompot, Minecraftda nima bo'lyapti? Men o'zim ham hayronman. Nimaga meni boshim bunaqa bo'lib qoldi? Bolalar, qaranglar, nima bo'ldi? Menimcha qanaqadir bug bo'lyapti-da. Men tushunmayapman, nimalar bo'lyapti? Kompot, bo'ldi, seni boshing o'zini joyiga qaytdi. Nima? Bo'ldi, ura o'zini joyiga qaytibdi, lekin nimalar bo'lyapti bu yerda? Men tushunmayapman. Nima? Qanaqasi 1 sekundda bunaqa qorong'i bo'lib qoldi? Kompot, 100% qanaqadir bug bo'lyapti Minecraftda. Da 1 sekundda bunaqa qorong'i bo'lib qololmaydi-yu. Men tushunmayapman nima bo'layotganiga. Nimadir bo'lyapti-da, boru. Men juda ham maza qilyapman, boru. Hammaga har xil hazil qilyapman. Kompotga esa vashchi boshini qanaqa katta qilib qo'yganimni ko'rdinglarmi? Mayli, men juda ham maza qilyapman, boru. Admin bo'lish juda ham zo'r ekan. Mayli, kelinglar, yana ozgina maza qilyapmiz. Qishloqlar nima bo'layotgani tushunmayapsizlarmi? Vashchi tushunmayapman, boru. Kompot, bu balki arvohlardir. Yo'q, qanaqa arvohlar? Arvohlar yo'q. Men qishloqni qarang, qanaqa katta bo'lib ketganini. To'xtanglar, meni telefonim jigarlayapti. Alo, kim bu? Nima, Kompotmi? Bo'ldi, hozir Kompotga beraman. Kompot, seni so'rashyapti. Kim ekan, qanichi? Alo, kim bu? Kompot, salom, bu men adminman, tanidingmi? Adminman, kongress senga telefon qilmoqchi edim, lekin telefonim yo'q bo'lib qoldi. Men hammasini bilaman, qishloqlarda nimalar bo'layotganini bilaman. Kompot, buni hammasini men emas, buni hammasini cheater qilgan. Nima, qanaqa cheater qilgan? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish.
Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kompot cheater meni banga tiqib qo'ydi. Nima qanaqa san banga tiqib qo'ydi? Sen adminsan-u. Men bilaman, Kompot u menga bugun qanaqadir knopka olib kelib berdi-da. Men o knopkani bosgan edim, men o'zim banga kirib, uni akkauntingiz bandan chiqdi. Nima qanaqa qilib endi nima bo'ladi Minecraftga? Bilmasam, Kompot nima qilish bilmayman. Bizda faqat bitta variant bor. Yoki sen bor buni to'xtatasan, yoki Minecraft vashchi butun umrga yo'q bo'lib ketadi. To'xta admin, men nima qilaman? Qanaqa men uni to'xtatishim kerak? Agar u cheater admin bo'lsa yana Kompot sen hozir meni ofisimga borib xuddi o'sha knopkani unga bostirishing kerak qanaqadir qilib. U meni banga tiqib qo'yishi mumkin-u. Bilmayman, Kompot nimadir qilgan, iltimos Minecraft yo'q bo'lib ketadi unda. Nu, mayli, xo'p, nimadir qilishga harakat qilaman. Nima qilaman, men hech tushunmayapman. Maylim bo'pti, nimadir o'ylab toparman unda. Qishloqlar hammasini o'zingizlar eshitdinglar. Kompot biz endi nima qilamiz, ha? To'xtanglar, vahima qilmanglar. Bizga taslim bo'lishimiz kerak emas. Men borib ana knopkani qanaqadir qilib unga ushatishim kerak. Kompot biz senga ishonamiz. U hozir yana admin bo'lgan. Hozir men uni ofisiga borishim kerak. Aytgancha, qishloqqa sen kakras kattasan-ku, keyin men seni yelkingga chiqib olaman, meni tez ofisga olib borib qo'y unda. Ay, sal sekiroq tushirgan odamni olib kelyapsan-u. Voy, uzr, Kompot bilmasdan tez tushirib yuboribman. Mayli, xo'p, rahmat ofisga olib kelib qo'yganingga. Men ketdim endi ofis ichiga. Tezroq uni to'xtatishim kerak. Tezroq. Assalomu alaykum, men kakras sizni kutdim. Menga admin hamma narsani gapirib berdi. Da, men admin bilan telefonda gaplashdim. Qani knopka? Tak, mana knopkani o'sha, lekin buni cheater bosish kerak. Siz buni bilmasdan bosib yuboring. Unda siz man bo'lib ketasiz. Da, to'g'ri, qanaqadir qilib buni cheaterga bostirishim kerak. Maqsadim ehtiyot bo'ling, lekin u hozir admin bo'lgani, u sizni bangi tiqib yuborishi ham mumkin. Da, to'g'ri, lekin men bank yuborishi ham mumkin. O'zi cheater qanaqa bu yerga kirib oldi? U pizzachi bo'lib pizza olib keldim degandi. Aytgancha pizzani hamma yaxshi ko'radi-ku, to'g'ri. Aytgancha bu yerda pizza qilinadigan joy bor, menda bitta ideya bor. Tak, men ham tepaga chiqib qoldim. Tuk, men pizza olib keldim, dastavshikman. Nima, Kompot, men sen nima tanimayman deb o'ylaganmiding? Bilaman, u sanliging nima qilsan bu yerda. Men senga pizza olib keldim, aytgancha yangi admin bo'lding deb eshitganmidim. Da, Kompot, yalinma, men baribir seni qishlog'ingni orqaga qaytarmayman. Ammo yalingani kelganim yo'q, o'zi juda ham cho'tki bo'pti deysan, yangi admin bo'lganing. Menga eski admin umuman yoqmayotgan edi. Minecraft yo'q bo'lsa ham roziman, zo'r bo'lardi lekin. Kompot, nimaga meni aldayapsan? Men nima senga ishonaman deb o'ylayapsanmi? Men bilaman, u sen nima qilmoqchiligingni, baribir men ishonmayman, qo'rqma. Men senga rostdan aytaman, Minecraftdan to'yib ketdim deb boru har kun o'ynayverib. Nima rostdan shunaqami? O'z qo'lingda nimalar olib kelding? Men pizza olib keldim. Yaxshi bo'pti, men hozir seni ban qilaman. To'xta, ban qilishingdan oldin o'zim ham ban bo'lishimni xohlamayman, to'g'risini aytsam. Minecraftdan to'yib ketdim-ku, baribir Minecraft yo'q bor. Men mana bunaqa juda ham shirin pizza olib keldim. Keberga yeb olamiz shuni. Nima, men bilaman, bu yerga nimadir sepgansan, to'g'rimi? Yo'q, rostdan bu yerda hech nima yo'q. Unda birinchisini sen yeb ko'r, keyin men ishonaman. Nu, mayli, xo'p, meni o'zing ko'rasan, hozir kelinglar, ham chetdan yeymiz. Nimani ko'rasizmi? Unaqa bo'lsa zo'r, unda men yeyman. Ura, bolalar, qaranglar, o'xshadi, ko'rasizlarmi? O'xshadi. Agar nima bo'ldi deyotgan bo'lsanglar, men shu pizzani ichiga knopkani tiqib qo'ydim. U bu pizzani yeb, knopkani ham bosdi. Ura, ko'rasizlarmi, bolalar? Kelinglar, endi adminga telefon qilib uni xursand qilamiz. Tak, kelinglar, adminga telefon qilamiz hozir. Tak, uni nomerini teramiz. Alo, admin, sen akkaunting bandan chiqdimi? Bilmayman, Kompot, hozir tekshirib ko'raman qanichi. Davay tekshir. Aha, ura, da, Kompot, men akkauntim bandan chiqibdi. Lekin juda ham qiyin bo'ldi deb boru qilib. O'zi qanaqa qilding, Kompot? Men shu pizza orqali qildim. Nima, qanaqasiga? Men shu pizzani ichiga knopkani tiqib qo'ydim. U shu pizzani yegandan keyin knopkani ham bosib yubordi. Voy, Kompot, rahmat senga kattakon. Men senga juda ham cho'tki priz bermoqchiman. Topaman, sen menga opit berasan, to'g'rimi? Da, Kompot, topding. Men senga 1350 bitta opit beraman. Rahmat kattakon admin, men juda ham xursand bo'ldim. Mayli, Kompot, men unda hozir hamma narsani joyiga qaytarishim kerak. Da, ana oq kiyimli qishloqni ham oddiy razmerga qaytarib qo'y, yomon katta bo'lib qolgan. Bo'ldi, hammasini cho'tki qilib qo'yman, xotiromman. Mayli, xo'p, men unda ketdim o'zimni qishlog'imga, hammasini cho'tki qilib qo'yasan degan umiddaman. Men ketdim unda qishlog'iga, yomon charchadim boru.
Ura, ana kompot ham kelyapti. Kompot qalaysiz? Salom qishloqlar, qalaysizlar? Men hammasini chotki qildim. Kompot judayam baland esan, ne boru. O'zim ham oq kiyimli qishloqiga rahmat kattakon. Mana shunaqa katta bo'lib, meni ofisga olib borib qo'yganiga. Yo'q, kompot, hamma ishlarni o'zi san qilding-ku. Endi главный hamma narsa joyiga qaytdi. Meni uyim ham sizlarni ham uylasani ham, sani ham, hammanglarni uylash yo'lda turibdi. Bo'ldi, senga ham rahmat kattakon, meni ofisga borib qo'yganingga. Senga ham rahmat kattakon, kompot. Bo'ldi, bugun judayam zo'r voqea bo'ldi. Hammasini o'zingizlar ko'rdinglar. Cheater admin bo'ldi bugun. Ну что bolalar, agar bugun videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin.